Yoshlarımızda, hammamizda jinoyatga qarshi, harom harishga qarshi himoya mexanizmi, ya'ni immunitet ming yillar davomida buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan. Bir ibratli hikoyani gapirib beramiz. Karimjon 10-sinfda o'qiydi. Aqlli yigit. Ota-onasi oddiy quruvchi. Oyijon oshpaz. Oila ahil ukalarida bilik bor. Karimjonda esa qimmatbaho telefon. Oila o'ziga to'q. Karimjonning oilasi to'q. Ammo uning dadasi qurilishdan har kuni somkada 2-3 g'ish olib keladi. Ba'zan esa 2-3 taxta olib keladi. Mana shu olib kelingan narsalardan gazxona qurdi. Lekin kunlardan bir kuni yong'in chiqdi. Gazxona yonib ketdi. Gazxonaga qo'shilgan holda oshxona ham yonib ketdi. Yaxshiyamki o't o'chiruvchilar kelib o'chirdilar. Bu vaqtda kelgani yaxshi bo'ldi. Kelmagandachi, kech kelgandachi nima bo'lardi? Butun hovli yonib ketishi mumkindi. Yong'indan keyin bobom dadamga qarab, "O'g'lim, mana shu qurilishdan olib kelgan narsalarning kasri urdi. Uyimizda yong'in bo'ldi. Hamma narsa yonib ketdi" deb urushib berdilar. Men senga aytgan edim, bizga harom narsa buyurmadi deb. Bu hodisadan men katta o'zimga o'rnak oldim. Katta bo'lsam hech qachon birovning haqqiga, birovning moliga ko'z olashtirmayman. Oxiri oqibati yomon bo'lar ekan. Bu men uchun katta bir saboq bo'ldi. Bu hodisa menga juda qattiq ta'sir qildi. Men katta bo'lsam hech qachon birovning narsasiga, birovning moliga, birovning puliga ko'z olashtirmayman. Bu hayot bizga ibrat. Ammo bu hayotdan hamma ham to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Bu shaxsning hayot mazmunining asosini tashkil etuvchi iymon va vijdonga bog'liqdir.